Ishonishingiz qiyin bo'lishi mumkin, lekin tarmoqli biznes bu nol sarmoya bilan millionerga aylanish mumkin bo'lgan yagona yo'l. Rostdan ham nol. Sizga na ipoteka, na kredit va na katta investorlar kerak. Ishni boshlash uchun xodimlar yollash yoki sklad ijaraga olish ham shart emas. Qo'lingizdagi telefoningiz sizni ofisingiz. Lekin bir qiziq holat bor. Odamlar 30 yillik kreditga yoki sizni lattaday siqib ishlatadigan oylik ishga ishonishadi. Lekin hayotini o'zgartiradigan biznesga kelganda qo'rqib qolishadi. Qarang, bu yerda hamma narsa tayyor. Platforma, mahsulot, o'quv kurslari va sizni doim qo'llab-quvvatlaydigan jamoa. Sizga marhamat, mana tayyor tizim, ishla va natijaga erish deyilyapti. Siz faqat harakat qilsangizgina bo'ldi. Ko'pchilik mas'uliyatdan yoki kimnidir tarmoqchi bo'pti deyishidan qo'rqib boshlashga ham botinish olmaydi. Xo'sh, sizchi? Siz ham birov gapidan qo'rqasizmi yoki haqiqiy erkinlikka chiqishni xohlaysizmi? Agar xohlasangiz, profilimga obuna bo'lib meni kuzatib boring. Tarmoqli biznes orqali nimalarga erishish va qanday qilib erishish mumkinligini oddiy, soda tilda tushuntirib boraman va asosiysi amalda ko'rsatib boraman.